Ekranidagi begonalarning hayotiga qarab yashayapmiz. Bugun kulduk, ammo yuraklarimiz yig'laydi. Suratga tushdik, ammo ichimizda dard bor. Hamma baxtli ko'rinadi, hamma boy, hamma go'yo rozi. Lekin nega tunlar shuncha odam uxlay olmaydi? Bir kunlik dabdaba uchun yillab qarz to'laymiz. Odamlarga men ham baxtliman deymiz, lekin o'zimizga yolg'on gapiramiz. Uyimiz katta, lekin mehimiz kichik, dasturxonimiz to'kin, lekin suhbatimiz yo'q. Telefonimiz qimmat, lekin qalbimiz kambag'al. Ey odamlar, biz qayerga ketyapmiz? Pul deb mehni yo'qotyapmiz, boylik deb qalbni sotyapmiz. Ey odamlar, bir kun to'xtang, dunyo ortidan yugurib, o'zimizni unutmaylik. Bir kun bu pullar qoladi, bir kun bu uylar qoladi, bir kun bu mashinalar qoladi, lekin biz qayerda bo'lamiz? Ijtimoiy tarmoqqa kirasan, bir yangi mashina olgan, bir yangi uy qurgan, bir chet elda sayohatda, bir dabdabali to'y qilgan, bir boyligini ko'rsatadi, bir baxtini ko'rsatadi, bir hayotini ko'rsatadi. Ammo hech kim yarasini ko'rsatmaydi, hech kim qarzini ko'rsatmaydi, hech kim tunlar yig'laganini ko'rsatmaydi, hech kim oilasidagi sovuqlikni ko'rsatmaydi. Biz esa ularning bir necha soniyalik hayotiga qarab, o'zimizning butun hayotimizdan norozi bo'lamiz.